Mazasi hatto Safiyani ham ortda qoldiradigan yumshoqqina rastigayla retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Men hozir bu yerda 2 porsiyada tayyorladim. Agar siz 1 porsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ketgan masalliqni yarmini ishlatasiz. Idishimizga iliq sut, erigan margarin, 2 tuxum, 2 osh qoshiqda shakar hamda drosha va 1 osh qoshiqda tuz solib, keragicha un solib, yumshoqqina воздушный xamir qorib olamiz. Ustini strech hamda sochiq bilan yopib 1 soatga oshirgani olib qo'yamiz. Men 2 xil nachinkadan tayyorladim. Birinchisi kartoshka pyure va sir, ikkinchisi esa tuxum, guruch hamda ko'k piyoz. 1 soatdan so'ng 2 baravar bo'lib oshib chiqqan xamirlarimizni yong'oqdan ozgina kattaroq zuvalala tayyorlab 15 daqiqa oshiramiz. Juvada yoki qo'lda chetlarini bosib ochib chiqamiz va 1,5 osh qoshiqdan nachinka solib, kosechka usulida o'raymiz hamda o'ralgan tomonini ichkariga qilib listlarga terib chiqamiz. Ustidan atalangan tuxumni surib 180 gradusda 25-30 daqiqaga pishirgani jo'natamiz. Yumshoqqina rastigaylarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu rastigaylarimizni bolalarni maktabiga hamda iftorlik uchun suyuq ovqatlarni oldiga qilish ayni muddao. Videoga like bosing va buni faqat somsa qiladigan tanishlarga jo'natib qo'ying.